Cihan küldi inaqning sadosidir. Bulbullarning xush sayrag'an ovozidir. Qanot qoqdi armonimiz ilib andas. Ko'kda ushqan burgutlarning parvozidir. Көрватқаныңыз Қарқаш Чоң базар таждарлығыдaki Ömlük Sadası programısı. İkranaldır kəsiz görmələr, şu tapda huzurunlarda buluvatqani Beyjing İpək yolu ömlük mədəniyyət tarixtiş görüyü işləşini öz üstüge alğan Qarqaş Çoğ bazarı tacidarlıqıdaki Şinjan Relis Xalqara Suri Çeklik şirketi alayida qollagan ömlük sadası alayida sanat programısı. Mən dostunla Adila Ablimit. İkranaldır görmələrimizə məlum buluvatqandayıq. Biz aldınqı san programlarımızda muş kəsib qazanğan naqışçılarını, dostlarımızı, şundaqla sanatkarlarımızı studiyalarımızga alayida təklif qılıb, ular bilan həm söhbətdə bolğan idik. Bu san programımızda əlbəttə intayın alayida bolğan bir mehmanni studiyalarımızga təklif qıldık. O bolsunmu Şinjan Sanat Yurti Muqam Ansamblının talantlı usul artisti Kamila Qurban. Xush gəlibsiz Kamila. Rahmat. Aldı bilan İkranaldır görmələrinizə özünüzün salımını berib etgan bolsunuz. Salam, ekran aldidagi barliq qarindoshlarım, tuqqanlarim, do'st birodarlarim, hammanglardan men Kamila Qurbondan sizlarga o'tliq salom bo'lsin. Xush gəlibsiz Kamila. Qarshi olmiz. Rahmat. Sizni programmamizni ko'rib intayin xursand bo'ldik. Yaqinda men nima ishlar bilan shug'ullanayotgansiz? Yaqindan buyon idoraninki ishlar biza oldirash, uyon qo'yish vazifamiz ko'proq bo'lib qoldi. Yaqinda Koreyaga berib keldik. Bir hafta oldu kelgeli. U yerdagi uyallarimiz munoyatdi g'albilik tamomlab keldik. Kelgandan keyin yana boshqa yerga boradigan vazifalarimizninki raptisini qilyapmiz. Undaq bo'lsa Kamila, sizni so'rab baqsam, hozir ham siz nomi chiqqan usulchi bo'lib bo'ldingizga hisobda. Siz mush kasb kirishdan burun, mush kasb nomim chiqsa kep, dahshat nom qazini pul tepib ketsam deb kirgan bidingiz. Albatta unda emas. Men bu kasbni 8 yosh vaqtimdan tortib qilgan desam bo'ldi. Bek yaxshi ko'raman. O'tdek ishtiyoqim bor. Aqlimni bilsam boshqa bolalar doktor bo'lmas, soqchi bo'lamiz desam men yo'q, men artist bo'lman deb shu kasbni tanlagan. Endi buningga meniki san'at institutining do'stni professori Inoyat Qurbon. Tağamninki turtkisi pek çoğun boğan. Bu kız usulcu buldu. Bu kız usulcuğa layık. Çaşlarını koyup ettinglar, östürünglar çaşlarını. Bu kız pek çıraylık bir usulcu buldu degan şu bir kichik vaqtimdagi aşı gap ta hozirgacha yuragimni tam urgandek meni ish qilib har vaqt ilhamlantirib turdi, sagihlashtirib turdi. Undaq bo'lsa, sizning san'at hayotingizga qarab baqadigan bo'lsak, o'zingizniki tirishchanligi, izchilligidan boshqa yana meningcha bo'lganda oila muhitidan bek ta'sir ko'rsatgan o'dayman. Meningki oila muhitimi ta'sir ko'rsatgan dadam mening chochlarimni, usullarimni bek yaxshi ko'rdi deb o'ylayman. Endi dadalik bevosita deyolmaydi-ku, ichidan kuydi. Andan keyin opammi bek bildirib ketmasimi, meni ortiqchiligimni bek demaydi. Kamchiligimni deb bolam andaq mundaq deb. Opamning kamchiliklarimni deb berishi meniki ba'zan bir o'zimda yetarsizliklarim to'liqlab kelganda, shu dadam bilan opam ikkisi ish qilib ming rahmat deyman, meni shu kasbga tug'ib qo'ygandaylam. Shu kasbni meni oxirigacha toki keyingi hayotida mush kasb uchun o'zini borliqini beg'ishlaskan degan bir sadoni menga berib turdi-da. Shuning bilan akamning ta'siri bek cho'ng bo'ldi. Hamda men ikki farzand, akam bor, ikki qarindosh. Akam menga bek chiqib gap qilib ketmasmi, akamning bir qarashi, akamning men bilan o'tirib turishimi menga bir nurg'un ilhamlarni, madadlarni berib turdi. Akamning bir gapi bor, hargiz ko'zingdan yosh oqizma, akang bor. Hargiz yosh oqizma, akang bor. Mustaqil deydi. Aşı gapdan men nurg'un o'zimning savollariga javob topa olayman. Onu boshqa qaraydigan bo'lsak, siz ham kasbda utuq qozongan bir usulchi bo'lishdan boshqa yana oilada to'liq mas'uliyatchan, mehribon bir opamki deb qarayman Kamila. Bek utuq qozongan oila, bek mukammal oilani men bolalarimga beramadim. Chunki endi bu yerda men cho'qim biroz qilishim kerak. Bolalarim anaga muhtoj bo'lganda men anliq mehrimni beramadim.
Hamda farzandlarim cho'ng bo'lganda o'ylab qilishi mumkin, opam nima uchun mushtaq qilgandi yoki cho'ng bo'lganda opasininki mushunchalar jarayonlarni beshdan kechirib, o'zining kasbiga bo'lgan mushta o'tdak ishtiyoqi, qiziqishi bilan asli mushundaq ishlar yuz beribdi ekan-ku deb o'ylashni umid qilaman. Chunki opasi nihoyat kichiklar bu kasbga kirishgan, mehrni bergan, mush kasb bilan bak utuq qozondim demasam Adila, men har holda kasbim 100 kiloligidek, o'zim 100 kiloligidek bir ana usul artist bo'la oldim. Shu farzandlarimningki cho'ng bo'lganda opasini to'g'ri tushunishini, opasining mushundaq go'zal kasbni tanlab, o'zininki ortiqchiligini, o'zininki mush kasb bo'lgan o'tdak ishtiyoqini amalga oshira olibdi opam deb to'g'ri tushunishini umid qilaman. Menimcha bo'lgan to'g'ri tushundi. Masalan, men sizning qisqa videolaringizni ko'rib turibman. To'xtamay idorada faoliyat qilgan, to'xtamay kechiliklarga qatnashgan degandek men o'ylayman ba'zida. Mush Kamila oila bilan xizmatning tangpunligini qandoq saqlaydigandi deb rost gap qilsam ba'zi qo'l qo'yman sizga. Haqiqatan Rahmat. qaysar bir anika Kamila debchi. Rahmat. Albatta siz balkim mush jarayonlar nurg'unlagan biz bilmaydigan, ekran oldida ko'rmalar bilmaydigan nurg'unlagan jafolarni chekkan bo'lishingiz mumkin. Shundaqmi? Hamda har bir utuqning orqasida nurg'unlagan jafolar bo'ldi Kamila. Albatta mush jafolarga chidab hozirga keldingiz. Menimcha bo'lganda bundan keyin chidab keta olasiz. Ham bundan keyin sizning kasbiy hayotingiz texim parlaq bo'ldi, texim Rahmat. utuqli bo'ldi. Rahmat. Undaq bo'lsa, bizning mushu Qarqash cho'ng bozori degan sanduqimizning ichida ko'rmanlarning sizdan so'ramoqchi bo'lgan nurg'unlagan savollar bor. Mush savollarni ko'rmanlarga vakolatdan men so'rab bersam. Ma'qul. Ko'rmanlarimiz qanday savollarni qoldirdi? Bu dal men qiziqayotgan bir savol ekan. Siz odatdagi bir kuningizni qanday o'tkazsiz? Odatda bir kunimni mashq bilan o'tkazman. Mashq, yana mashq. Hamda atdiganda cho'qim qizimni maktabga olib qo'yman. Shu bir opirish 5 minut jarayonida qizim bilan nurg'un suhbatlasha olmayman. Qizimni maqtay olmayman. Siz bek chiroyli bolam. Siz bek go'zal. Chunki qizim bilan bo'lgan vaqtim hozir bag'ansir ozlab ketyapti. Asosiyatdan mening mehribon, go'zal opam beqib beryapti. Opamga mushu ekran orqali ömürlük sadasi programmasi orqali opamga chin ko'nglimdan rahmatimni bildiraman. Opam ko'p jafo chekyapti. Ana shu 5 men opamga o'zim deyman. Opa, men opiray. Xadichani men opiray etdiganda deb. Shu uyqumni ichib Xadichani maktabga opirman. 5 minut orliq ketdi. Shu 5 minutda qizimga men siz bek chiroyli bolam, opangiz bor, opangiz tirishib ishlab sizni nurg'un yaxshi kunlarga erishtirdi, siz orzu qilgan kunlarga erishtirdi opangiz desam, ko'zimning ichiga qarab ma'qul opa deb. Mening qizim shunchalik gap tushuna oladigan, mening qalbimni tushuna oladigan bir farzandchu. Shu orliqda qizim hamroh bo'lib turib olaman. Andan keyin idoraga borman, idoraga borgandan keyin mashq qilamiz. 4 soat mashqimiz bor. Odatda men tushda uy ketmayman. Idoradalam tomoq yeyman, yana mashqimni qilaman, yana tushdan keyin amdi bizning paylarimiz tutganda kechki vaqtda shunchalik xo'shab ketman. Chunki kech vaqtda hammasi o'zimga tava. Yana shu idorada mashqlarimni qilib, bu qilgan sir mening mashqim uzrab ketadi qarang Adila. Ba'zan 1 soat, 2 soat tugaydigan mashqni men 4-5 soat qilib ketman. Xizmatdoshlarim deydi, "Voy bu sen 1-2 soat tugaydigan mashqni bak uzatib ketgansan" deb. Men mashq orqali o'zimni shinfon qilamdi, huzurlandira olmayman. Xo'sh qila olmayman. Xafliq tassam, ko'ngilsizlik tassam, darhol idoraga ketib, kiyimimni almashtirib mashq qilaman. Demak, kasbdan huzur olasiz. Mana kasbdan huzur olganning hozir foydasini ko'ryapsiz-ku Kamila. Hozir usulchi degandek ko'z oldimizga shunchalik chiroyli o'ynaydigan nozli usulchi ko'z oldimizga keldi. Albatta bugungi son programmamizga meni quruq qo'l kelmadingiz. Shu larzan lirik usulingizdan huzurlangan bo'lsak. Ma'qul, rahmat.
can cemalinle Sargı kaptı kemalinle Camana can cemalinle Sargı kaptı kemalinle Hoş avaz hoş kalaminle Mast kalıp koydun mene Hoş avaz hoş kalaminle Mast kalıp koydun mene Kana indi vafa ayla Kel derdim dava ayla Kana indi vafa ayla Kel derdim dava ayla Bu alemden juda Mast kılıp koydun mene Bu alemden juda Mast kılıp koydun mene Mast kılıp koydun Sarmaz kılıp koydun mene Camana can cemalinle Sargı kaptı kemalinle Camana can cemalinle Sargı kaptı kemalinle Hoş avaz hoş kalaminle Mast kılıp koydun mene Hoş avaz hoş kalaminle Mast kılıp koydun mene Kana indi vafa ayla Kel derdime dava ayla Kana indi vafa ayla Kel derdime dava ayla Bu alemden juda Mast kılıp koydun mene Bu alemden juda Mast kılıp koydun mene Mast kılıp koydun Sarmaz kılıp koydun mene Sarmaz kılıp koydun Sen hoş eyledin beni Yakın dostlar bilan diydorlashganda sirdishib, mungdishib qanmaymiz. Relis gazliq energiya ichimligi bilan lavlarimizni namdaymiz. Yana davomli mungdishimiz mehr muhabbatimizni qo'shib turib, ajoyib huzur bilan yana muzdek, relis, limon energiya ichimligidan huzurlanamiz.
Güzel yaz demlerdeki uçuruşlarımızın yarışıqı yanıla Relis gazlıq energiya içimligidir. Rahmat Kamila. Rahmat. Usulunuzdan aytım huzurlandık. Men oylayman şu qandaq qılganmışdaq çıraylık usullarni oylagılı bulduğandı, qandaq qılganmışdaq sahne özünü namayan qılgılı bulduğan dep oylaytdım. Lekin bugünkü söhbetden keyin şunu his qildim ki, albatta bunun nurulgan jarayonlar ketgan. Jarayonlar ketdi, Bayas dep rost. o'tdingiz go. Asas jihatdan %80% vaqtim mush kasbga Mm, mm, bag'ishlangan dep. Demak, endi sizning bu kasb mevalaringizni ko'ryapsiz, cho'ng-cho'ng sahnalarda chaqnayapsiz. Rahmat. Endi bu sahnalarni tilg'ab qoldik. Mushuning orasida usul sahnasi degan bir sahna bor. Shuning chempion bo'lgandingiz, esimda qolishicha. Shu jarayonlardan bizni xabardor qilamiz. Buldu. Ben 2016-yılı Şinjan Usul Sahnesi katnaştım. Appay'ın gruppası tanlandı. Appay, Xalçamsıdıq Appay, meni kichikimdan tarbiyalamagan bo'lsa-mu, lekin mening usulni yaxshi ko'rgan vaqtimdan usulga haqiqiy berilgan vaqtimdan tortib meni tutgan. Appayning har bir mengishi, mushu ko'z ishoratlari man usulda ko'rindi Adila. Hamda Appay bir usul uchun tug'ilgan ustozimiz, usul uchun tug'ilgan ustozimiz. Shu Appayni butun har kasbdagilar hurmat qildi. Shunga Appayni ko'rib tanlanganligimda o'zim nihoyat hayajonlandim, lekin qo'rqdim. Appay bek ching tutudi. Halqi zalimning qo'lidan olim chiqdi deb. Mening hozirgi kelishim shu Appayninki turklardan bo'ldi. Anondan keyin bizning idoradagi Abdug'ani Abdurazaq, Anargul Maqsum, Umarjon, Guljannat, ish qilib hozir yosh yetilayotgan Yaqubjon Davyalning ularninki menga singdirgan ajrdan ayirib qaramayman. Shu vaqtlarda qatnashdim. U vaqtlarda ancha bu hozirqidek bundaq kasbda mazmut emas. Çünkü men bir mezgil kasbni qo'yib chiqqandan keyin mazmut emas. Lekin bek tirishdim Adila. Tushlari hatto san'at maktabiga berib Qaysar ma'lumdan balet mashq qilma. Gulmiradam bor, Gulmiradam yetaklaydi. Ya'ni tushdan keyin idora ketman mushundaq bir qator jarayonlar orqali men kasbimni 60% olg'a ilgiriltib oldim. Anondan keyin qog'ini qatnashish jarayonida, musobaqa qatnashish jarayonida ko'plagan mashq qilish, ustozlarning yetakchilik qilish jarayonida har holda ish qilib o'zimning kasbdoshlariga qaraganda bir qadar ustunlik egalladim. Anondan keyin shu ko'rilmanlarningki meni yaxshi ko'rishi, anondan keyin shu tirishchanligimning ostida shu yili Şinjan tunji qarar usul sahnasida birinchi bo'lib Chempion chempion bo'ldingiz. bo'ldim. Albatta programmamiz orqali sizni yana bir qatam qutlaymiz. Rahmat. Undan boshqa yana yaqinda bir musobaqa qatnashdingiz. Yaqinda bir ikki musobaqa qatnashdim. Birinchisi bizningki Şinjan san'at yurtining atoqli usul rejissyori Ilomkamninki bilan Anargul Maqsum hadimizningki ikkisiningki birlashib ishlangan bir usul o'yindim. Yildiz deb. U usulni bek chiroyli chiqdi. Uningda o'rinlash mukofotiga erishdik. Yaqinda bizning Şinjanda o'tkazilgan Tangritog' qor laylisi mukofoti musobaqasida bizningki Umarjon akamiz bilan Guljannat hadimiz ishlagan Tishi bu burungi bir Tangday bilan Chusiningki ko'sa usulning aralashmasi hamda yenilikda bu ashni o'ynab chiqdik. Hamda bizningki ko'rilmanlarimiz, idoradagi rahbarlarningki qo'llab-quvvatlash bilan uningdimi ikkinchi darajalik mukofotga erishdik. Muborak bo'lsin Kamila, haqiqatan yaxshi natijalarni qo'lga keltiryapsiz, bizni ilhomlantiryapsiz, texmi o'zingizga qoyil qilyapsiz. Endi bu jarayonda nurg'ulg'an jafolarni chekdingiz. Ishonamiz sizniki bundan keyin kasb hayotingiz texmi nurona, texmi parlaq bo'ldi deb. Rahmat. Undaq bo'lsa, bizning bu sanduqimizdagi yana bir savolga kiraylik. Ko'rmanlarimiz hozir qanday savollarni qoldirdi ekan? Ko'rmanlarimiz qoldirgan savollar bo'lsa, sizningcha o'zingizni saqlashga eng arziydigan esil fazilatingizni qaysi deb qaraysiz deydi. Meningki hamda har qanday odamning ortiqchiligi fazilati bo'ldi. Men o'zimni xush bo'lib qoldigan yerim Adila. Men cho'nglarni, kichiklarni shunchalik hurmatlayman. Bo'libmi kichikkan misol bizningki meningki o'ltirayotgan shu churimda bizningki koridorni tozalaydigan bir hadimiz bor. Ayi deyman. Ayiga kunda bir salom berib olsam, ayi xo'p deb davotsam shunda bir huzurlik ketmay qaram. U ayi men qarab, men uni qarab salom
nima qilma u oyi manga qarab salom tama qildi ikkimiz ish qilib men chuqum oyiga bir salom yo'llamasam shunda bir xotirjam ishdan chiqmay qarang uqmayman andan keyin opamninki deyvansini tozalaydigan bir hadimiz bor u hadimizni sal qopib qilsa bir turgun o'sha hadimizga ne tozdigan bo'lsa tepib hada yaxshimi deb olsam hadashdan chiroyi bir xil ichilib ketadi andan keyin ba'zi man qarmay turib oldi qarmay turib olsam zo'lab hada yaxshimi qanday ahvolingiz deb olsam u hadash o'zi kulib ketadi balki ko'mas qilsam ma qiz achab manga salom qildi deb ishqib salom berib olsam u hadimizni qo'sh qilma men o'zim xotirjam bir xil ishga ketgandek bo'lma Demek sizin hamda turmuşda en arziydigan saqlashga tegishli faziletingiz boshqalarga bo'lgan muomalangiz. muomala Ha, to'g'ri. Cho'ng kichik demay, uni tuvan yuqori demay, o'xshash muomala qilmaydi. o'xshash muomala qilma Menimcha bo'lganda bu odimiylikning bir o'lchami deb o'ylayman. rahmat Undan boshqa yana bir savol. Xizmatingizdan elib aytganda siz nimani eng yaxshi ko'rasiz, nimani eng yaxshi ko'rmaysiz degan savolga. xizmatimdan kelib chiqib qoldi Mm. meningki eng yaxshi ko'radigan ishim shu bizniki mayli raptis jarayonida bo'lsin mashq jarayonida bo'lsin ash qilayotgan mashqimiz masalan biror bir faoliyat uchun tayyorlayotgan usulumizning jarayoni u jarayon bek jabborliq odila To'g'ri. bir usul 5 minut usulni orqadan kelmak haqiqatan tas bu tili talab qiladigan energiya talab qiladigan kasb bo'lg'achqa charchaymiz osh vaqtda charchig'idek bir usuldan ravurs bir usulni o'ynab olsangiz butun badaningiz rohatlanib ketadi badanimiz qiynalsa biz qo'shib ketamiz endi ba'zilar badani qiynalsa qo'shilmaydi lekin meni badanim qiynalsa usul orqali qiynalsa men qo'shib ketaman andan keyin shu masalan shu tuqa yo'qlab kelgan vaqtimizda soat 6da biz poyezddan tushamiz 5:20da kelib bo'lamiz 8da mening pulati darsim bor men shu vaqtda muallim telefon qilib qo'yman muallim men boray degandim deb endi boshqalar uyga ketib orom olsam men yanala bir mashq qilib olay chunki mashq qilmaslikni men bek ayib ko'rma o'zimga ig'ir ko'rma shu mashq qilaysa voy kamila siz amdi keldingiz bir soat uxlayolib keling yo'q men hozir boray poyezdda narsani olaman adila idoraga boraman mashinamni haydayman pulati o'rganib ketaman men shu jarayonlarni bek yaxshi ko'raman andan keyin shu o'yin qo'yish jarayonida bek shinfon bo'lib ketamiz masalan chatga chiqish jarayonida bek shinfon bo'lib ketamiz oy bormiz deb osh jarayonlarda shunchalik bir xil o'zimdan huzurlanib faxrlanib ketaman men mush kasbni tanlagan ekanman mush kasbni tanladim men bu kasb uchun ajr qildim yuragimdan ajr qildim bu kasb men uchun nurg'un ishlarni qilib beryotidi ko'mga yalan ko'ztyotidi adila andan keyin bizningki mush usul kasbimizni xalqimizga sunyotidi To'g'ri. idora rahbarligimiz partiya hukumat bizni qo'llayotidi ana shundoq go'zal yerga berib bizni tashviqot qilinglar jungoning go'zal madaniyatlarini tashviqot qilinglar deyotidi men shu jarayonlardan shunday Huzurlisiz. Albatta biz bugungi programmamizga menimcha bo'lganda shu ajrning tegi oltin deb tema qo'ysak bo'ldigan o'xshaydi deb o'ylab qoldim. rahmat Chunki sizning usul hayotingiz bilan o'rtoqlashdik boya deb o'tdingiz. O'yin qo'yish jarayonlaridan huzurlanaman. Hamda bu kasbga nihoyat ko'p aqidalarni qildim, ajrlarni qildim deb. Mana hozir huzurni so'rayapsiz deyman menimcha bo'lganda. Hozir men boya tunishtirib o'tdim. Yosh talantli usulchimiz Kamila Qurban deb. Shunda deb boshqalar o'zingizni tunishtirgan vaqtida hayajonlanayotgansiz. Nihoyatmi o'zingizning kasbga bo'lgan hurmatingiz texim bir baldaq oshdi deb qarayman. Kelgusiga qarata qanday orzu armonlaringiz bor shuni bir ko'rmanlar bilan o'rtoqlashgan bo'lsak. bo'ldi meningki orzuyim da o'ylasam bek oddiy da o'ylasam bek murakkabdek his qilmam men texiliqi o'zimninki ko'ngildagidek orzu ko'nglimdagidek bir usul o'ynayolmadim deb his qilman meni ugundigan meningki apaylardan masalan ustozlardan ugundigan yerlarim bek jiq deb o'ylayman yetarlik emas hamda menimcha yuragimdagi gap yetarlik emas hammadan o'zining hikoyasini so'zlaydi men usul harakatim orqali chiroy ifodam badanim orqali o'zimning hikoyasini so'zlayman shunga bizniki mening uslubimni yaxshi ko'radigan do'stlarim bakrak mening shu hikoyamni mening ichki hissiyotimni usul harakatim bilan ko'ralgachga boshqalarning hikoyasini usul harakatim bilan so'zlayolganligim uchun ular meni yaxshi ko'rdi deb o'ylayman orzuyim bo'lsa adila mening bir o'tgan Ömlük o'mlik sadosi programmasi meni qo'llab quvvatlab biz mushu maydonda bir usul kechilik o'tkazgan esingizda borgu osh vaqti shunchalik hayajonlangan chunki nihoyat tuyuqsiz ham nihoyat
mukammal darajada bo'lgan shu kiyim-kechaklerim, hatto shu sizlarning yordaminglar bilan o usul kechilikni nihoyatda qisqa ham nihoyatda ahamiyatli bir bo'lgan. tatliq bo'lgan u hozir qada saqlayaptiman. Aştaq bir usul kichikliklarini ham cho'ng doirada o'tkazamizammi, kichik doirada bir o'tkazsam, yana bir yangilik hikoyalarimni, o'zimning tirishchanliklarimni xalq ommasiga bir sunsam degan orzuyim bor. Demak, shu bir usul kichilik o'tkazib olsam degan orzuyim bor. Albatta, biz shunga tilakdoshmiz. Qandoq yordam qiladigan ishlar bo'lsa, xizmatlar bo'lsa, qo'limiz ko'ksimizda Kamila. Rahmat. Albatta Kamila, programmamizning eng oxirida eng go'zal tilaklarimizni yana sizga yo'llaymiz. Bundan keyingi kasbiy hayotingizning texnik utuqlik bo'lishini, har xil cho'ng-cho'ng sahnalarda nuroniy yulduz bo'lib chaqnishingizni umid qilamiz. Rahmat Adila. Ekran oldidagi barliq do'stlarimga, urug' tuqqanlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Ömlük Sadasi programmasi orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan ko'pdan-ko'p tashakkurimni bildiraman. Albatta, bugungi son programmamiz orqali Kamilaga o'xshash bizning programmamizni qo'llayotgan ustozlarimizga, naqsh do'stlarimizga chin qalbimizdan minnatdorligimizni bildiramiz. Ishlaringlar utuqliq, o'ngishliq bo'lsin. Undaq bo'lsa do'stlar, bugungi son programmamiz vaqt munosabati bilan mushada oyoqlashdi. Biz keyingi son programmamizda ko'rishaylik. Salomat bo'linglar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh. Jahon kuldi inoqning sadosidir. Bulbullarning xush sayrag'an ovozidir. Qanot qoqdi armonimiz ilib andas.